Assalomu alaykum Farg'ona obzor obunachilari. Hozirda biz ishlatilgan xaladenida sotgan joy kelganmiz. Bu yerda yangisi ham bor, lekin yangisi ham arzon narxda qilib berishadi. Videoni ochiq ko'rsalaring, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Do'koncha yoki oshxonasi bor akalarimiz shunaqa xaladenilar ham bor. O'sha bularni sezoni keldi, lekin narxlar arzon, xudo xolasa. Kimga mana shu xaladenilar kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqaga chiqaversa, mana kichikroq variantlari ham bor bu tomonda. Mana LG'lar bor, hammasi brendli, xaladeniylar qaraydi. Mana yangilari ham bor, xudo xolasa. Bu video bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ydi. Sizlarga biz to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Like bosib qo'ysalaring, mana shu video ko'proq odamga yetib borishiga sababchi bo'lasiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamayapsiz aka. Xo'p, shundan boshlayveramiz o'zi aka. Bo'ldi aka, Embrago motor, Clio xaladenniy ayneli. Bir oy ishlatishgan. Kreditga olib pulzari bo'lib sotish dokumentlarigacha turibdi. Dokumentlari. Holati zo'r, setkalari ham 5 talik. Mana o'sha ichilari ham urinmagan, bir sirini o'tgan joyi. Bir oy ishlatishgan, kreditga ololmay sotishdi buni. Buni narxini aka, xo'p, siz obunachilaringizga 4 million qilib beramiz. 4 million so'm. Keyin Samsung xaladenniy bor. Bu ham zo'r, past baland tekshirish, marazikasi taydi. Ishlari ham qarang, ideal holat. Hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Ishlab turibdi. Hozir ishlab turibdi bu. Marazikalar 3 talik, 3 ta polkali. 3 ta polkali bo'ladi. Xo'p, buni narxini to'g'risi 3 million sotamiz, siz obunachilaringizga 2,5 million qilib beramiz. 2,5 million mana shu katta xaladenniy. Katta model. Bo'yi ham baland, 1.80 1.75 bor. Bo'ylar. Bu yerda endi nimalar bor? Ligirovka qilsa bo'laveradi, o'chirib yoqsangiz bo'laveradi. Bizda yana Artelimiz bor, 341 modeli. Mana 341 model, rasxodlari ham 1 yillik 241 kilovat. 600 so'mdan hisoblab 150 minglik tok yoqadi. Ichlari ham tiniq bu ham. Ko'ringda, svetlarigacha ona sovutib turibdi. Ishlab turgan xaladenniy mana. Buni narxini, xo'p, siz obunachilaringizga mayli 1 million 700 qilib beramiz bu ham. Katta model. Ha. Bu ham o'sha A+ ekanda. A+ bo'ladi, aytyapman, o'shancha yiliga 150 minglik tok yoqadi, yoqsa. Ko'p yoqmaydi. Artel xaladenniy bor. Xuddi ashini boshqacha modeli. Mo yopiq turgan bo'lsa, bu ochiq turgan boshqacharoq modeli. Bu ham o'sha bir rasxodi bir xil, 341 model, katta model. Ichlarini ham ko'ringda. Ichlari ham zo'r buni. Svetlari ishlab. Bular ham ishlab turib, garantiyalar beramiz. Xo'p, buni narxini 1 million 900 ming qilib beramiz siz obunachilaringizga. 1 million 900 ming. Hamma yo'g'i zavodskiy, remont bo'lmagan. Bizda keyin vazdushni Samsung xaladenniy no frost. Past baland tokda ishlayveradi. Ichlarini ham ko'ringda, ichi ham setkali. Hamma yo'g'i ayni emas, og'ir yuk ko'taraveradi. Ha, bular setkali ekan. Setka bo'ladi, ayni emas. Svetlari ham boshqacha ekan bu. Ha, bu vashcha zo'r sovutadi. Sovutishni ham ko'ringda, fudab sovutadi, konditsionerli. Ya, o'shancha aytardim nima ekanda, boshqa ekanda. No frost deyiladi. Hozir hamma no frost olyapti hozirgi paytga. Buni narxini siz obunachilaringizga xo'p 2,5 milliondan tushib beramiz, kami bor. Telefon qilsa kelishamiz. Zo'r model. Tavsiya qilaman, toza koreyskiy. Bizda yana LG bor, seriya ranglari, no frost, past baland tekshiruvlar, platali bo'ladi, ichlari ham zo'r holatda. Musollayonlarigacha turibdi o'zini. Musollay, suv quyib bersa musollayonlarigacha turibdi. Ishlayapti shekilli. Ha, bu ham ishlab turibdi. Qarang, fuda, konditsionerlikda fuda sovutadi. Mekka vakuumi bor o'zini. Masalan, meva-chevaga qo'ysangiz daraxtdan uzayganda qilaveradi. Zo'r holatda, ichlari hamma yo'q ideal holat. Bo'lari uyda egasini yopishtirgan ekan, tele olib tashlamadi, chiroyli tursin deb. LG toza koreyskiy modellari, O'zbekiston yoki Xitoyniki emas. Xo'p, buni narxini 2,5 milliondan tushib beraman bu seriyada ham, zo'r holatda bu. Bizda yana LG oqi buni. Bu ham zavodskiy, no frost, bu ham ishlab turibdi. Musollayonlarigacha bor. Ishlari ham tiniq holatda. Metegratsiya, ligirovka qilsa bo'laveradi. Bu ham toza koreyskiy LG. Buni narxini, xo'p, aka, buni 2 million 200 ming qilib beramiz. Garantiyalar beramiz. Endi bizda yangi ishlatilmagan xaladenniyimiz bor. Kuchli garantiyalarni bostirib beramiz, zifli. Usti ham matviy bo'ladi. Rasxodlari ham oz, 1 yillik 217 kilovat degani, 1 yilga 650 so'mdan, agar 500 so'mdan hisoblasangiz, qaysi 100 mingdan jicha o'tib o'tmay aldab bo'ladi rasxodi. Ichlari ham tiniq, korobka, dokument hamma yo'g'i bor. Kuchli garantiyalar bostirib beramiz.
Buni narxini 2,5 million qilib beramiz. 2,5 million so'm. Bu yangi. Yangi ishlatilmagan. Ideal, oq ideal degani bu ham zo'r holat endi ishlatilmagan. Zo'r holatda bu ham korobka dokument 3 yillik garantiyalarni bostirib beramiz. Buni narxini 2 million 400 ming qilib beramiz. 2 million 400 ming so'm. Bizda kichikroq deganlari kichikroq xolodilniklarimiz bor. Royson yaponskiy, ishlari ham tiniq. Sizlarni ham ko'ringda. Muzxonalari ham bor. Mana arzonroq, ro'zg'orbob so'raganlarga ko'p ishlamagan xolodilnikimiz. Royson xolodilnikimiz rasxodlari oz, ekonomishniy bo'ladi, A+ bo'ladi, keyin usti ham oq hali kirchimor rang. Buni narxini 1 million 200 ming deymiz, siz obunachi 1 millionga beramiz. 1 million so'm obunachilarimiz. Artel 137 model. 137 model bo'ladi, rasxodi ham 168 kilovat. Ichlari ham muzxonasi kattaroq bo'ladi. Ichlarini ham ko'ringlar, ichlari ham zo'r holatda. Xo'p. Buni narxini 1,5 million qilib beramiz, kami bor. Keng modeli, bunga qaraganda kengroq modeli. Xo'p, bizda yana Brusa xolodilnik bor, yangi ipsi, ekonomishniy variant. Ichi ham setkali bo'ladi. Hamma yo'q ideal holatda, muzxonalari ham bor. Muzxonalari ham zo'r holatda. Bu Brusa xolodilnikimiz ekonomishniy, eski modeldan emas, yangi model Brusadan. Xo'p, buni narxini 1,5 million qilib beramiz. Ichi yana kamaytirib beramiz telefon qilsa. Bizda yana Shivaki, yaponskiy, muzxonalari katta xolodilnik, ekonomishniy. Ichlari ham oppoq toza holatda. Xo'p, buni narxini 1 million 800 mingdan tushib beraman, 1 million 700 ming qilib beraman. Yangi model. Bizda yana LG Smart xolodilnikimiz bor, Invector bo'ladi. Yangi model. Bitta kamerali so'ragani, bitta kamera smartimiz bor. Muzxonalari ham, eshiklari bor. Zo'r holatda, ekonomishniy bo'ladi. Bu Invectorning hisobi jicha qimmatroq oldik. Buni 2 million 400 mingdan tushib beramiz. Siz obunachilar 2 million qilib beramiz mana shu. 2 million so'm biz obunachilarga faqat. Bu Nord xolodilnikimiz sotildi aka, 1,5 millionga sotdik mana shu. Bu ham zo'r holatda, dokumentlarigacha turibdi, Ukrainaniki. Ichi ham setkali edi. Buni 1,5 millionga sotdik. Bizda yana LG Nofrost xolodilnikimiz bor. Sizlarni ham ko'ringlar. Ichi ham setkali bo'ladi. Bu ham zo'r holat. Bu yo'li fudadigan bo'lsa, fuda sovutadiganni LG. Past baland to'kib ishlaveradi. Buni narxini 1 million 700, 1 million 800 sotam, 1,5 million qilib beramiz mana shu LG'miz ham. 1,5 million so'm. Zo'r holatda. Bizda yana Royson yaponskiy texnologiya, ishlari ham zo'r holatda. Setka aynaklari hamma yo'g'i zo'r. Garantiyalar beramiz, remont bo'lmagan. Buni narxini buni ham 1,5 million qilib beraveramiz obunachilaringizga. Bu ham 1,5 million so'm. Bizda Artel 293 model. 293 modelimiz. Qarang, rasxodlari ham 215, ichlari ham katta bo'ladi. Muzxonalari ham bor. Buni narxini 1 million 900 mingdan tushib beramiz. Bizda yana yangilar, hali ko'rganlaringdan bor, yana 4 tacha bor, yani ishlatilmagan. Artelimiz bor. Va Artelimiz zo'r holatda, bu 316 modeli, jicha kichikroq modeli. 316. Bu ham zavodskoy, remont bo'lmagan. Buni narxini xo'p 1 million 900 qilib beraveramiz buni ham. 1 million 900 ming. Hamma yo'q zavodskoy holatda. Keyin bizda bitta kirmoshinamiz ham bor. Ko'ringlarmi? Arzon invektorli so'raganlarga kirmoshinamiz bor LG. Bu avtomat kirmoshinamizni o'zi 1 million 700 ming, 1 million 800 ming sotam, 1,5 millionga beraveramiz. 1,5 million so'm. Qachimliklar umuman oz yo'q. Aylanishlari zo'r holatda. Garantiyalar beramiz. Bizda Artelimiz bor. Bu ham 316 model, bu ham ichlari zo'r holatda. Xo'p, buni narxini buni ham 1,5 million qilib beraveramiz obunachilarga. Bo'lsa, siz obunachilaringizga bo'lsa aka. Mana, ulgurib qolinglar, xudo xolasa, narxlar arzon bo'ldi. Xo'p, pastda akamizning nomeri bo'ladi. Qani, o dastavka kelishadigan holda. Endi hozirgi paytda o'zimizning mashinamiz yo'q, kelishamiz endi. Kelishadigan holda. Iloji boricha endi arzon qilib beryapman, dastavkasini endi o'rtada qilamiz-da, kelishamiz. Iloji boricha. Xo'p, akamiz o'zi shu xolodilnikning ustasi. O'zi buzilib qolgansa tuzatib bersa, Farg'ona Marg'ilongacha. Tuzatib. Bu Marg'ilonning ustaxonangiz ham bor-a? Marg'ilon Tirzi bozorida orqasidagi bilishsa,
Sadoqat magazini ustaxonamiz bor. Shu yerda ustaxonalari ham bor. Agar buzilib qolgan bo'lsa, olib borib tuzatsalaring bo'laveradi. Hop, bu videoni Farg'ona Marg'ilonlik tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bittadan like bosib, mana shu pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar.